qachon bizada mana shunaqa sifatli zo'r yo'llar bo'ladi. Qozog'istonni ikkinchi havas qiladigan narsasi bu yo'l. Haqiqatan sifatli, keng, eng asosiysi yamalasiz. Biza safarga chiqsak, O'zbekiston ichida shaharlar aro birinchi o'ylaydigan narsamiz ishqilib yamaga tushib, diskamni qiyshaytirib olmaymanmi, balonimni yirtib olmaymanmi degan narsa keladi. Qancha uzoq, qancha vaqt ketadigan narsani o'ylamay qo'ydik. Yaqinda Samarqanddan qaytganda Toshkentga kelgunimcha 4 ta balonim yirtildi. Ishonasizlarmi? Mana hozir 120 ketyapman deb o'ylayotganim yo'q. Oldimda yama chiqib qolarmikan deb напряжённо o'tirgan joyim yo'q. Qozog'istonga safar qilganlar biladi. Markirovkasi, yo'l belgilari, vizualizatsiya hammasi a'lo darajada. Lekin Qozog'istonda O'zbekistondagi yo'q radar tizimi bor. Kamera sizni ushlab oladi-da, keyin o'sha yo'ldan chiqayotganingizda yana bitta fiksatsiya qiladi-da, o'sha vaqtni qanchada o'tganingizni hisoblaydi. Agar siz kerakli me'yordan tez yurgan bo'lsangiz, sen shu uchastkani juda ham tez haydab o'tding deb shtraf yozib beradi. Qachon bizada mana shunaqa sifatli zo'r yo'llar bo'ladi? Umid qilib qolamiz o'sha kunlarga yetib borishimizga.